Fast foodda eng qimmat bitta narsani buyurtma qilsam nima bo'ladi? O'sha kuni men Willem degan yigitni rasmini ko'rdim. U Starbucks tarixida eng qimmat ichimlik rekordini yangilagan ekan. Unga $148 ga tushgan ekan va bu meni o'ylantirib qo'ydi. O'zbekistonda eng qimmat fast food narxi qancha bo'lar ekan? Bu videoda fast foodlar o'rtasida musobaqa qilaman. Kim eng qimmat mahsulot bersa, ozodmalik kubogini qo'lga kiritadi. Bu sovrinni yutish qoidalari. Faqat bitta mahsulot bo'lishi kerak. Xodimlarga rekordni aytmayman va fast foodda cho'chqa go'shti bo'lmasligi kerak. Bu hazil. Video oxirida esa qaysi fast foodda eng qimmat mahsulot borligini aytaman. Birinchi lokatsiya Evas. Men musobaqa qilyapman. Qaysi fast food menga eng qimmat narsa sotishini ko'rmoqchiman. Qimmat? Eng qimmat narsa sotishini ko'rmoqchiman. O'shanga menga nima tavsiya qila olasiz? Matcha lavashini qilorani. Eng qimmat faqat bir donalik bo'lishi kerak. Kubokni tashkil etaman agar. Eng qimmati matcha lavash ekan. Lavash ichida danar go'shti, pomidor, ko'katlar va mayonez sousi bor ekan. Narxi 59 ming so'm va hozircha Evas yetakchi. Bu yer bizning birinchi kelgan joyimiz. Keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Qarorasizmi? Ishlarsan? Yo'q, buyog'ini olyapti. O'sha yerda turib gapiravering unda. Ishlayapsan? Buyurtma olasan? Buyurtma olasizmi siz? Keyingi lokatsiyamiz Oqtepada, lekin Oqtepadagilar zakaz olmaymiz dedi. Administratori, kassiri muomalasi yoqmadi. Kommentga o'zlaringiz fikrlaringizni yozinglar. Nimaga olmadi zakaz? Men aytdim, davay, izoh berish hojat yo'q. Keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Wendy's menyusida eng qimmat bittalik fast food Befinator burger ekan. Wendy's burgeri, lekin juda ham kichkina ekan. Ichida ikkita 100% go'shtdan kotletlar va ikkita Amerika pishlog'i bor ekan. Eng qizig'i, umuman sabzavotlar yo'q. Bizda birdan katta yetakchi paydo bo'ldi, chunki narxi 85 ming so'm ekan. Menga eng qimmat fast foodlaringiz kerak, faqat bittalik. Agar eng qimmat sizlar bo'lsanglar, kubogimni topshirib ketaman. Двойной Whopper'imiz bor, 59 ming so'm. Burger o'zimi? Faqat burger. King Burgerda eng qimmati Double Whopper. Ichida ikkita mol go'shtidan kotlet, pomidor, tuzlangan bodring, salat bargi, piyoz va albatta kepchik mayonez bor ekan. Eng qizig'i narxi 59 ming so'm. Bu degan Wendy's birinchilikda qoladi. Hamma kutgan KFC'ga keldik. Bu yerda narxlar qimmat bo'lsa kerak. KFC'ning eng qimmat bittalik mahsulotini oldik. Bunda ham burger ekan, eng qimmat bittaligida. Ko'rib turganlaringizga hajmi juda ham katta. Wow! Endi yeb ko'ramiz. Ichida tovuq go'shti, pomidor, sir, kapusta, bo'lishlar bor ekan, mayonez, kepchik solinmas ekan. Endi yeb ko'ramiz. Hamma kutgandek endi narxiga kelamiz. Burger zo'r, lekin narxi 41 ming so'm ekan. KFC reytingni yangilaydi deb o'ylagan edim, afsus. Keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Menga eng qimmat bir donalik fast foodlaringiz kerak. Eng qimmat qaysi? Shu lavashimiz bilan cheeseburger. Bu yerda eng qimmat narsasi bir donaligi Prince Double Cheeseburger ekan. Bu narxini har doimdek oxirida aytaman, yeb ko'ramiz. Burger ham burgerlar bilan bir xil. Ichida ikkita kotlet, pomidor, bodring. Bularda farqi ko'proq pishloq solingan ekan. Fidapni Prince Double Cheeseburger 60 ming so'm ekan. Fidap ham hozircha Wendy'sning birinchi o'rnini egallay olmadi. Menga eng qimmat bir donalik fast foodlaringiz kerak. Superstar, okey. Ikkitalik kotlet bo'ladi, ikkita sir bo'ladi. Nima deysiz nomi? Superstar burger. Bo'ldi, qilib bering. Qanchada tayyor bo'ladi? 5 ming so'm. O, zo'r. Va nihoyat Hardee's burgerini ham oldik. Juda ham chiroyli, odam yeyisi kelib turadigan ikkita go'shtli, kotletli, pomidor, bodring, piyoz. O'zi ko'p brendlarda eng qimmat bittalik mahsuloti burger ekan. Qiziq fakt. Biz hech qanaqasiga Hardee'sdan reklama olmaganmiz, lekin go'shtlari, nonlari, pomidor, bodring, piyozlari haqiqiy erkakchasiga yirik solingan ekan. Respekt.
Buni ham go'shtini ta'mi o'zimizning shashlikni, jaz shashlikni ta'mi kelib turar ekan. Va nihoyat Hardesning superstar burgeri Wendysning eng qimmat burgerini ortda qoldirdi. Hardees O'zbekistondagi eng qimmat bir dona mahsuloti bor fast foodga aylandi. Tabriklaymiz. Endi ozodmalik sovrinini topshiramiz. Assalomu alaykum. Sizlar O'zbekistondagi eng qimmat mahsuloti bor bir dona mahsuloti bor fast foodga aylandinglar. Maxsus ozodmalik kubogini topshiramiz. Do'stlar, sizlar Ozodmalik kanalida bo'ldinglar. Hammaga rahmat. Shu joyda videoga bitta like bosamiz. Agarda shu videomiz attiga 10 ming ta like yig'ilsa, eng qimmat pizzani aniqlaymiz. Obuna bo'lishni ham unutmanglar.